Hürmetlik Şərq Türkistanlıq qarindoshlar, Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısında görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Amerika prezidenti Joe Biden irqiy qirg'inchilikchi Xitoy hokimiyati bilan jami 3 qatim ko'rishgan ekan. Gündəlik chaqiruvchi xabar to'rining 20 noyabr kunidagi xabarida Amerika prezidenti Joe Biden oldingi hafta Xitoy katibashi Xi Jinping bilan ko'rishgan. Amaliyotda Biden hokimiyati Xitoyni irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullantirdi deb ko'p qatim ayblagan bo'lsa-mu, Biden hokimiyat beshiga kelib Xi Jinping bilan chaqirilgan 3 qatimlik yig'inning hech bir bayonotida Bidenning Xi Jinpingga irqiy qirg'inchilik haqida bir narsa degani yo'q. Biden hokimiyatga chiqishdan burun sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan vahshiyliklarni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilib, irqiy qirg'inchilik davomlashyotdi. Xitoy Uyg'urlarni yo'qotmoqchi. Amerika hukumati Xi Jinpingning yo'shirmoqchi bo'lgan qilmishlarini oshkor qilish uchun ko'p tirishchanlik ko'rsatdi degan edi. 2 oydan keyin Biden hokimiyatining tashqi ishlar ministrligi Xitoyning 2020 yillik inson haqlari ahvolidan doklad e'lon qilib, Xitoyning atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat, bu jinoyatlar davomlashyotdi dedi. 2022 yılı aprelda Biden hokimiyati Xitoyning 2021 yildagi inson haqlariga tutgan pozitsiyasiga qarta doklad e'lon qilib, burunqi atalg'usini yanglab irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat davomlashyotdi degan edi. 2022 yılı noyabrda prezident Joe Biden Indoneziyaning Balida Xitoy katibashi Xi Jinping bilan ikki davlat boshliqlari uchrashishi yig'inini chaqirganda Xi Jinpingga "Men haqiqatan siz bilan shaxsan ko'rishayotganimdan xushalman. Biz nurg'un vaqtni birlikda o'tkazdik. Her ikilimizning muavin ministri vaqtimizdagi sizni ko'rsam, texmi xushal bo'laman" dedi. Biden saylangandan keyin irqiy qirg'inchilikchi hokimiyatning katibashi Xi Jinpingning o'zini tabriklaganligiga rahmatini bildirish bilan birga Xi Jinpingni tabrikladi. Xi Jinping har vaqt burunqidek samimiy dialogni davomlashtirishni xohlaydiganligini aytdi. Ko'rishdan keyin Oqsaroyning e'lon qilgan dokladida atalmish Xinjiangdagi masala o'tirg'a qo'yilgan bo'lsa-mu, irqiy qirg'inchilik tilga ilinmadi. Faqat Biden Xitoy Kompartiyasining atalmish Xinjiang, Hong Kong va Tibetda yurgizayotgan keng ko'lamdagi inson haqlari dafsanchilik qilmishlaridan andish qilganligini aytdi deyildi. 2023 yılı martda Xitoyning 2022 yillik inson haqlari ahvolidan doklad e'lon qilib, Xitoyni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ishladi dedi. 2023 yılı noyabrda Biden Xi Jinping bilan Kaliforniyada ko'rishdi. Bununla aloqador e'lon qilingan dokladda Bidenning Tibet, Hong Kongdagi inson haqlari dafsanchiligini tilga olgan bo'lsa-mu, irqiy qirg'inchilikdan so'z ochmaganligi bildirildi. 5 oydan keyin Xitoyning 2023 yillik kishilik huquq ahvolidan doklad e'lon qilganda Xitoyni irqiy qirg'inchilik va og'ir kishilik huquq dafsanchilik yurgizish bilan aybladi. Bu yil 11 oyning 16 kuni Biden Peruning Lima shahrida Xitoy katibashi Xi Jinping bilan ko'rishib, echilish so'zida "Siz va hamrohlaringiz bilan ko'rishganimdan xushalman. Biz 1 yil ilgari Worldside boshliqlar yig'inida ko'rishgan edik. Men ikkimizning birlikda qo'lga keltirgan ilgarilashlarimizdan to'liq faxrlanaman" dedi. Oqsaroyning mazkur yig'inga aloqador e'lon qilgan bayonotida prezident Biden yig'inda kishilik huquqning muhimligi va har qaysi davlatlarning kishilik huquq va'dasiga hurmat qilishdagi mas'uliyatini tilga oldi deyildi. Irqiy qirg'inchilikdan so'z ochilmadi. Nupus tekshirish idorasining tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, Biden vazifaga o'tirgan 2021 yili 1 oydan boshlab 2024 yili 9 oygacha ikki taraflik tijorat qizil raqamining 1 trillion 230 milliard dollar bo'lishiga qaramay, Amerika Xitoydan 1 trillion 790 milliard dollarga yaqin mal import qilgan. Donald Trump tashqi ishlar ministrligiga tayinlaydigan Cumhuriyetçi millat vakili Marco Rubio avgustda ijtimoiy axborot supisi X'da yo'llagan bayonotida Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik vahshiyliklarini tafsiliy bayon qildi. Marco Rubioning siyosati Amerikaga Xitoyni to'g'ri yo'lga boshlaydigan imkon beradi deyildi. Sharq Turkiston surgundi hukumati 20 noyabr kuni ijtimoiy axborot supisi X'da buningga qarata inkos qaytirib, Biden hokimiyati irqiy qirg'inchilikchi Xitoy katibashi Xi Jinping bilan bir necha qatim ko'rish orqali Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga sukut qildi. Oqsaroy va Amerika tashqi ishlar ministrligi axloqiy jasorat bilan harakat qilib, Xitoyni javobgarlikka tortishi, irqiy qirg'inchilikchi Xitoy hokimiyatining vahshiyligini oshkorlashi kerak. Sharq Turkiston va uning xalqi diplomatik qanoatchanlik bilan kifoyalanib qolmaydi dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor Biden hokimiyati mezgilida Amerika kishilik huquqqa bergan va'dasini o'rinlay olmadi. Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirmadi.
og'zidagi quruq gap va bo'sh bayonlar Xitoyning tekshirishga uchramayla irqiy qirg'inchilikni bemalol davomlashtirishiga sharoit hozirladi. Donald Trump hokimiyatining irqiy qirg'inchilikning tub sababi bo'lgan Xitoyning Sharq Turkistonni ishg'ol va mustamlaka qilishidan iborat ekanligiga markazlashib, hal qilg'uch tadbir qo'llanib, Sharq Turkiston xalqining mustaqilligini asliga keltirish va ularning mavjudligiga kafolatlik qilish ko'rishini qo'llashga chaqiramiz dedi. Angliya bosh ministri Xitoy bilan bo'lgan munosabatni kuchaytirishni xohlaydiganligini aytgan. BBC'ning 19 noyabrdagi xabariga qaraganda, Angliya bosh ministri Sir Keir Starmer Braziliyaning Rio de Janeyroda o'tkaziladigan 20 davlat guruhi boshliqlar yig'inida Xitoy katibashi Xi Jinping bilan ko'rishib, kuchlik Angliya-Xitoy munosabatining har ikki davlat uchun muhimligini ta'kidlagan. Bu uchrashuv bosh ministr Sir Keirning 2018-yildagi davlat ziyoratida Xitoy bilan bo'lgan munosabatni oltin davr deb maqtab, ikki davlat munosabatining Xitoyning atalmish Xinjiang va Hong Kongdagi dafsanchiliklari tufaylidan keskinlashgandan keyingi tunji qatimliq uchrashish ekan. Sir Keir yig'inda turmadagi Hong Kongning demokratiya tashabbuschisi Jin Milayning delosini o'tirg'a qo'yib, uning salomatligining nacharlashganligiga aloqador xabarlarga ko'ngil bo'lganligini aytgan. Bosh ministr yana xalqaro muqimlik, klimat o'zgarishi va iqtisodning o'sishi qatorliq sohalarda savdo hamkorligiga bo'lgan orzusining signalini bergan. Xitoy bilan bo'lgan munosabatining milliy manfaatni asos qilganligini, oldin ko'rar amaliyotchil sheriki bo'lishni xohlaydiganligini bildirgan. Xi Jinping ikki davlatning o'zaro hurmat qilish va ochiq-oshkora bo'lishda ching turish kerakligini ta'kidlab, Xitoy bilan Angliyaning savdo, mablag' selish, pokiz energiya, pul muomala mulozimati, sayyoh qatorliq har qaysi sohalarda hamkorlik bo'shligi bor degan. Xitoyning Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini harbiy jihatdan qo'llashi Angliya va boshqa g'arb davlatlarining tanqidiga uchraganlikdan bosh ministr yana Hong Kongdagi kishilik huquq va Rossiyaning Ukrainadagi urushini o'z ichiga olgan ixtilof sohalarida samimiy va ochiq-oshkora bo'lishni xohlaydiganligini aytgan. 2018-yildan keyin Angliya Xitoyni atalmish Xinjiang va Hong Kongdagi kishilik huquq dafsanchiligi bilan ayblagandan keyin ikki davlatning munosabati yiriklashgan. O'tgan yili Muhofizkor partiyaning rahbari Rishi Sunak Xitoyni Angliyaga eng chong tahdid deb ayblagan bo'lsa-mu, klimat o'zgarishi va dunyo iqtisodiy qatorliq masalalarda Xitoy bilan aloqalashishning lozimligini aytgan. Chatham House xalqaro aqllarning Xitoy mutaxassisi Dr. Yuji ikki davlat munosabatining yaxshilanishining intayin muhim ekanligini, ammo Amerikaning besimining ko'langisida qoladiganligini, Trump hokimiyati mezgilida Amerikaning Xitoyga shoyin siyosati yurgizishi mumkinligini aytgan. Sir Keir Starmer muxbirlarning savollariga javob berganda, Ukrainaga beradigan yordamni kengaytirishning kun tartibining beshida keladiganligini aytgan. Boshliqlar yig'ini hafta oxirida Rossiyaning Ukrainada ilib berilgan keng ko'lamli boshqarilgan bomba va uchiqsiz aeroplan hujumidan keyin chaqirilgan. Kiev hozirga qadar bu qurollarni faqat Rossiya ishg'oliyatidagi nishonlarga ishlatgan. Trump ittifoqdoshlarini Xitoyga texnik tajovuz qilish usulini qo'llanishga chaqirgan. Agar u Amerikaga kirgan Xitoy tovarlariga va'da qilgani bo'yicha 60% tamojni beji qo'ysa, dunyo savdo urushini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Xitoyning Teksas shtatidagi soqchi punktini taqashga buyruq tushirilgan. Mail Online xabar torining 19 noyabr kunidagi xabariga qaraganda, Amerika Federal tekshirish idorasi FBI va valiylikning ma'lum qilishicha, Xitoy jasuslari Xitoy o'qituvchilarini izlab Teksas shtatida aylanib yurdi ekan. Teksas shtatining boshlig'i va federal tekshirish idorasi Teksasliklarga Lone Star rayonida Xitoy jasuslarining Amerikaga qochib kelgan Xitoy fuqarolarini qo'rqitish, jismoniy jihatdan zaxmlantirish va tutqun qilish uchun harakat qilayotganligi haqida ogohlantirish bergan. Hukumat boshlig'i Gerik Abbotning so'ziga qaraganda, Xitoy hukumati boshqaradigan Houstonga joylashgan Xitoyning soqchi mulozimat punktini o'z ichiga oladigan Amerikadagi 6 Xitoy kompartiyasi jasuslik uyi tahdid silish, parakanchilik chiqarish, hatto Xitoy Xalq Jumhuriyatini tanqid qiladigan qonunliq Amerika aholilarini majburiy qaytarib o'tish qilmishlari bilan shug'ullanar ekan. Jumhuriyatchi vali dushanba kuni ma'muriy buyruq tushirib, viloyat soqchilarini darhol tadbir qo'llanib, raqibiga vakolatan Teksasni parakanda qilayotgan shaxslarni bayqash va jinoiy javobgarlikka tortishni buyurgan. Federatsiya tekshirish idorasi Amerikaning 4-cho'ng shahridagi ziyonkashlikka uchrag'uvchilarni o'ttirg'a chiqishga chaqirgan. Amerika Kengash palatasi istixbarat komitetining vaqtliq raisi, Florida shtatining Kengash palata a'zosi Marco Rubio chorshanba kuni ijtimoiy axborot suhbatida Houstondagi Xitoyning konsulxonasi keng jasuslik markazi uzundan buyon taqilishini kutyapmiz degan. Taqilishi buyurilib, bir necha soat ichida Xitoy diplomatlari Houston konsulxonasi ichidagi hujjatlarni ko'ydirib o'tgan. Mavjudlik krizisi deyilganda shu aniq bo'lishi kerak ediki, krizis vatanda.
vatan ichidagi xalqning mavjudlik mujadalasini davom qildirishda. Vatan sirtidagi mujadalaning birinchi nishonimi vatan ichidagi mavjudlikning krizislarga qarshi tadbir ishlash. Har qanday ijtimoiylikqa yotadigan harakatlarni siyosiy g'oyaga xizmat qiladigan unsurga aylantirish bo'lishini talab qiladi. Vatan sirtidagi mavjudlik, vatan ichidagi mavjudlikqa qarashli qilinmaganda, chet elda mavjudligini saqlash idealarining hech birini haqiqiy ma'nosini topgan mavjudlik ko'rishi qatoridan hisoblag'ili bo'lmaydi. Balki bu siyosiylik jihatda vatan ichidagi krizisdan barbara yiroqlashish, millat, xalq huquqlarini vatan sirtidagi oz sonli to'plamga yuklab ishlatish, vatan ichidagilarning mavjudligini o'zlarining mavjudligidan keyingi tizishga yotadigan tutum va kayfiyatlarni borliqqa keltirish kelib chiqadi. Burhan Muhammadning Manqurt Zihniyat va Xiyonatlik ziyorat nomli maqolasidan elindi. Sizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.